Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alamiz. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarında bolsun. Avstraliya Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Sharq Turkistonga berib təkşiriş elib berishni tələb qilgan bayonotiga imzo qo'ygan davlatlarning qatorida yer oldi. Bu Xitoy hokimiyatini g'azablantirish va muhim savdo munosabatlariga ziyon yetkazishdan saqlanish uchun diplomatik munosabatda Beijingga qarshi turishdan o'zini qochiradigan Avstraliyaning Bayden hukumatining besimi bilan tunji qitim Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tanqid qilishi hisoblandi. Valla xabarlariga qaraganda Tashqi ishlar ministrligida uzunga so'zilgan munozaradan keyin Tashqi ishlar ministri Yair Lapid Tashqi ishlar ministrligining bu tadbiriga bilet tashlash talabiga qo'shilishni qaror qildi. Diplomatiya ministrligining bayonotchisi Leor Hayat Vallaning muxbirga Israiliyaning bu tadbirini qo'llaganligini dalilladi. Ammo ministrlik Xitoyni g'azablantirib qo'ymaslik uchun bu to'g'riliq hech qanday oshkora bayonot e'lon qilmadi. Chunki Xitoyning Israiliya bilan savdo kelishimi tuzgandan keyin Israiliyaga qarshi chiqqan taraflari yo'q. Agar Xitoy Israiliyaga tutgan muomalasida diplomatiya va iqtisodni ayirib etsa, Yerusalimni Beijingga o'xshash qila oladi ekan. Kelgusi bir ay ichida Xitoyning inkosi astoydillik bilan kuzatildi ekan. Eksport cheklimasi Sharq Turkistondagi quyosh energiyalik batareya yasashga kerakli xom ashyo ishlab chiqarilgan shirkatlarni nishonladi. Amerika chorshanba kuni quyosh energiyasi batareya sanoati uchun kerakli bo'lgan polisilikon ishlab chiqarishni asos qilgan kishilik huquq dafsanchiligiga yetishlik 5 Xitoy shirkatining eksport qilishini chekladi. Amerika Savdo ministrligining aytishicha, shirkat mahsulot ishlab chiqarishda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarni majburiy emgak silishga tayinadi ekan. Savdo ministrligining tizimligiga qo'shilgan shirkatlar Hoshin Silikon sanoati, Dako yangi energiya shirkatining tarmog'i atalmish Xinjiang Dako yangi energiya shirkati, Shanxayni markaz qilgan Sharqiy umid guruhi qaramqatga atalmish Xinjiang Sharqiy umid ranglik metallar shirkati, atalmish Xinjiang GCL yangi energiya materiallari va atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish birlashmasi qatorliqlar. Quyosh energiyalik batareya ishlab chiqarishda ishlatiladigan yakka kristallik silikon va polisilikonning ana moddasini ishlab chiqaruvchi ba'zi shirkatlar. Amerika amaldorlarining aytishicha, Bayden hukumati Xitoyning quyosh energiyasi batareyasida ishlatiladigan yer shari polisilikonning asosliq ishlab chiqaruvchilari hisoblanadigan Sharq Turkistondagi Xitoyning quyosh energiyasi ishlab chiqaruvchilarini to'sishni o'ylashi yetibdi. Baydenning klimat bosh elchisi John Kerry 5-oyda Amerika Avam palatasida Sharq Turkistondagi quyosh energiyasi mahsulotlarini tilga olib, Bayden hukumatining hozir jazoning nishoni yoki aniqligini baholash bosqichida turayotganligini aytgan. Bayden hukumati va sobiq prezident Donald Trump hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishlariga qattiq pozitsiya tutdi. O'tgan yili 12-oyda atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish binklarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirish va nazorat qilishdagi asosiy kuch ekanligi, ularning bir necha jazo lagerlarini boshqarganligi sababidan Amerika Moliya ministrligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning huquqiga og'ir daxli ta'riz qildi deb jazoladi. Bu yil martda Amerika Moliya ministrligi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga chetishlik Xitoy amaldorlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Trump hukumati 1-oyda Bayden vazifaga o'tirishdan burun Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Bayden 4-oydagi tunji xalqaro ziyorati jarayonida dunyo rahbarlarini Sharq Turkistondagi majburiy emgakka qarshi harakat qo'llanishga chaqirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgani hammaga ayon. Ammo Xitoy o'zining qilmishlarini yo'shirib, o'zini gunohsiz ko'rsatish uchun har fursatda yolg'on so'zlamoqda. Xitoy tajovuzchilari, kishilik huquq faoliyatchilari va muxbirlarning Sharq Turkistonga berib ziyorat qilish, tekshirish talabini 10 necha qitim rad qilib qolmay, muxbirlarni chegirdan qo'g'lab chiqardi. G'azablantirgan kishilik huquq faoliyatchilarini jazoladi. Seshanba kuni 40 dan ortiq davlat Xitoydan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarining boshchiligidagi tekshirish o'mkining Sharq Turkistonga berib bemalol tekshirish olib berishga ruxsat qilishni talab qildi. Kanada boshchiligidagi har qaysi davlatlar imzo qo'ygan bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarni xohlagancha tutqun qilib, jazo lagerlari va turmalarga qamab, sistemlik bosqinchilik qilish, qattiq qiyin qistoqqa elish,
ağır cezalaş, mecburi tug'mas qilib itish, oilalarni parchalash, assimilyatsiya yurgizish qatorliq vahshiy irqiy qirg'inchilikqa qattiq ayblandi. Ammo Beijing doimgidek mudhimlik qilib, darhol Kanadani yerli xalqlarga ağır kishilik huquq dafsanchiligi yurgizdi deb aybladi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakilining bayonotida tarixda Kanada yerli xalqning zaminini bulab, ularni o'ltirdi va madaniyatini yo'qotdi. Biz yerli xalqlarga bo'libmi balalarga qaratilgan jinoyatlar sodir qilingan barliq delollarni atrofliq va tarafsiz tekshirishga chaqiramiz dedi. 5-oyda Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlari uchun ayblaganda, atsi Xitoy diplomatiya ministrligi Twitterda nihoyat ustunlik bilan Amerika musulmonlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'ladiganligini o'ttirib qo'ydi. Ammo u Isroil bilan Falastin o'rtasida yuz bergan to'qinishda Falastin musulmonlarining azob oqibatlariga ko'z yumdi dedi. Xitoy qilmishlarini boshdan oxir rad qildi, ammo o'zining haqliqligini isbotlaydigan dalil isbotlar bilan ta'minlay olmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'urlarning organlarini yig'ib olishga aloqador ishonchli uchurga erishganligini aytganda, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yolg'onchilik va tuhmat bilan aybladi. Yaqinda Angliyada ochilgan xalq sudida lager shahidlari jazo lagerlarida beshiga kelgan vahshiyliklarni bayon qilib guvohlik berganda, ularga artish deb tuhmat chapladi. Xitoyning yolg'onchiligi kun sari murakkablashayotdi. New York vaqt gazetining yangi tekshirishida Beijing tashkillagan to'rda ta'sir ko'rsatish harakatining isboti oshkorlandi. Xitoy dunyoviy fikr shakllantirish uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatmoqda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 1000 yıl çigiri sırtıda küstük turgandan Allah yolunda çigiride bir gün saklaş evzel deganligi hadislerden ma'lum. Bu vatanni qo'g'dashning, vatanni tajovuzchining ishg'oliyatidan saqlashning qanchalik muhimligini, tajovuzchining ishg'oliyatiga uchragan vatanni qutqizishning qanchalik ta'xirsizligini ko'rsatadi. Vatanparvarlik vatanni ozod qilish ishonchisini turg'izishdan boshlanadi. Vatanparvarlik Allohga tavakkul qilish demakdir. Vatanparvarlik do'st bilan dushmanni ayirish demakdir. Vatanparvarlik iymonning kuchini ko'rsatish demakdir. Vatanparvarlik o'rtoqlashish demakdir. Vatanparvarlik dushmanning oldida shirdek hurkirash demakdir. Vatanparvarlik zarur tepilganda o'limga yugurish demakdir. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögünələr üçün köp rəhmət. Gələr qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət bolğaysızlar.